Avvalambor assalomu alaykum aziz kanalimiz muxlislari. Sizlar Eng Zo'r TV kanalini tomosha qilyapsiz va men hozir sizlarga Play Marketdan qanday qilib pullik dastur yoki o'yinlarni bepul skachet qilib olishni o'rgataman. Bu uchun bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Bu programmaning nomi Get Epic Market deb nomlanadi. Buni Play Marketdan skachet qilishning iloji yo'q, chunki bu Play Marketda mavjud emas. Buni internet saytlaridan yuklab olishingiz mumkin. Masalan, Google'da poyezd bersangiz Get Epic Market deb chiqadi. Videoni oxirida o'zim qanday qilib skachet qilib olishni silkasini qo'yaman. Bemalol skachet qilib olishingiz mumkin programmani. Va demak, boshladik. Play Marketga kiramiz. Bilsangiz Play Marketda ham bepul, ham pulaki dastur va o'yinlar juda ko'p va men sizlarga misol qilib mana Wi-Fi programmalarini ko'rsatib beraman. Ya'ni Wi-Fi izlov qiladigan programmalarni, shunga o'xshash va shunga o'xshash programmalar. Mana ko'rib turibsiz. Hozirgi vaqtda Wi-Fi izlov qiladigan programmalar shunaqangi ko'payib ketganki, ular ochmasa ham, ya'ni Wi-Fi ni izlov qila olmasa ham ko'payib ketgan. Ya'ni pul ishlash uchun odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi, bilasiz. Mana shularning ichidan hozir pulligini topamiz va skachet qilishni boshlaymiz. Buyog'am besplatno. Pastga tushib boraveramiz. Bu pullik mana topdik. Pullik programmalarni nimasi shuki, anaqa nima deydi? Vazifasi shuki, bepul programmalarga qaraganda bularning vazifasi ko'proq yoki ishonarliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bular pulga sotiladi. Mana ko'rib turibsiz, bu pulli programma deyarli $1 desak ham bo'ladi. Va buni to'g'ridan-to'g'ri skachet qilishning iloji yo'q. Mana bossangiz agar bu yerda sizdan pul to'lashingizni so'raydi. Mana. Buning uchun biz nazat bosamiz, pul to'lamaymiz. Chunki bizda yo'l bor qanday qilib skachet qilishni. Mana ko'rib turibsiz, pastda har qanday programmalar ko'rsatgan. Mana shu yerda agar e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, podelиться tugmachasi mavjud. Shunga bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bizga men aytgan programma chiqib turibdi. Menda birinchida chiqib turibdi, chunki men 1-2 marta ishlatganman buni. Sizda ustanovka qilganingizdan keyin birinchida turmasligi mumkin. Shuning uchun mana bu yerdan qidirib topasiz uni va shunga bosamiz. Mana programmamizni topganimcha qarab turamiz. Mana shu programmani topdi. Demak, skachet qilish uchun mana bu yerdagi Get tugmachasini bosamiz. Mana bu yerda ikkita versiyasi ko'rsatilgan. Birinchi turgan manbaga bosamiz, chunki bu programmaning yangiroq versiyasi bo'lishi mumkin. Endi skachet qilgunicha kutib turamiz. Avtomatik skachet bo'ladi o'zi. Ana, ko'rib turganingizdek, tamom skachet ketdi. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rganingizdek skachet qilyapti programmamizni. Va yuklab bo'lganiga qadar kutib turamiz. Yuklash vaqtida bu programmadan chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Va yangi roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang.